Yurt hayvanların öğrenemiz. Tavukni tap. Aferin. Dürüst. Ateşler hem tavuklar yurt kuşları. Bu videoda biz sana alar turunda kızıklı faktlar təqdim ederiz. Köpler tavukni akılsız deb o'ylay. Şunlukta alar bek akıllı kuşlar. 100'den artık kişini iste kaldıralar. Hujalarını tanıylar. Tavuk vaqtında orientlasha bilalar. Hujalarning oziq beru vaqtini iste kaldıralar. O'z ilerin hem ipteşlerini tanıylar. Kikrikuk, qıt-qıtaq degan tovushlar ularning aralashuv tili. Qushlar shulay etib bir-birsine rizq tabulari, yumurqa sig'luvlari turunda xabar etalar. Qo'rqinish kuli turunda da kesatalar. Tavuqlar qozinirga bek yaratalar. Tutaldagi o'ngishdan mahrum qolmas uchun ig'tiborliroq bo'lirga kerak. Instinktlarına bo'ysunib, ular oziq izlab barisında, jillak tutalında, berengi yoki sheshak klumbasında qoziy boshlaylar. Tavuqlar eshituv salatine ega. Üstevine, ularning quloqlari kishinikine qaraganda ko'pga yaxshiroq eshitadi. Qort tavuqlarning da qulog'i shibilardan da birda kim tugil. Ular tuzan vanasında quyunurga bek yaratalar. Shuqurlarga kirib, onlar o'zlarini qurut tuzan bilan qoplaylar. Ularni pushranganlar deb o'ylarga mumkin, lekin bu olay tugil. Bu ularning tabiiy tartibi. Shulay etib ular qavrilarin parazitlardan ayrim olganda birshalardan shiz tartalar. Ateşler havo turishini bek yaxshi farazlayalar. Ateş tavuq kutakligi boshlig'i parak bilan ateş komandaligi ete. Ertan ul tavuqlarni uyatda, tinni atboy deb e'lon ete. Osharga taba, ko'rsatdi, uchastikning boshqa yashovchilarin, masalan, eshik oldi itlaridan, hujumlardan saqlay. Ham hatto tavuqlar orasindagi konfliktlarni da hal ete. O'rdakni ko'rsat. Aferin. Dürüst. O'rdaklar da tavuqlar kibik yurt qushlari. O'rdak suda yaxshi yeze, o'sha da bile. Eng ko'p o'rdaklarni Xitoyda urshitalar. Bu il xalqi qush etin bek yarata. Xitoylarda ayrusha Pekin o'rdagi populyar. O'rdak babkasi dunyoga kelgach, eng ilk anisin ko'rarga tegish. Yo'g'isa ul o'zini yaqinroq turgan kishini atiyanisi deb sanayashaq. O'rdaklar bek shidam qushlar. Ular 24 soat ichida 500 kilometr orani ushib o'targa mumkin. O'rdak tepalarida qon tomirlari ham nervlar yo'q. Shunga ko'ra ular buz ham qor ustidan tunishqina yuriyorlar. O'rdaklarning ko'zlari bek yaxshi ko'ra. Ularning ko'ruv salati kishilarnikidan ham itlarnikidan da yaxshiroq. Shulay ular dunyoni turli tisli etib qabul etadi. Bu qushlarning unikal salati bor. Ular oshiq ko'z bilan yuqlaylar. Bu ularga o'zlarini saqlab qolirga ham yirtqich tirnog'ini lakmasga mumkinlik beradi. Qozni ko'rsat. Aferin. Dürüst. Ko'p g'asrlar davomida yozuv uchun qoz qavrilari qo'llanilgan. Qozlar shoq tezaq 25-30 yoshga qadar yashay. Ona qozga yosin qoldirib turarga kerak bo'lsa, ota qoz uni har vaqt saqlab qola. Uyojilroq ham o'ng'ayliroq bo'lsin uchun qoz o'zining mamiq qavrilarini yulqib, ularni tizilish materiali etib qo'llanadi. Bir-birsi bilan aralashuv uchun ular distalagan turli ovoz qo'llanadi. Qozlar ushqanda har vaqt ushli shiy hosil etalar. To'plamning bunday formasi boshqalarning da ishini yengillaydi. Yunların quyu ham ortiq og'irligi orqasida yurt qozlari ushib yuruv salatin ko'pdan yo'qoltgan.